Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, boshlangilaringiz xayr va barakali bo'lsin. Sizlar bilan Shardam Qidim, men Kamina Bobur ekanman. Sizlarga o'zimizda yangi sentrimizda ijodlarni bir qator obzorni ko'rsatib o'tamiz. Bu tarafimizga o'rtmo'mazin Lolo Pepe dedi, Bibi xonim saloni. Ular bog'da yetarish oladi. Bunda yana ixtisoslashtirilgan maktab bo'ladi. Yangilikdagi bu tarafimizda esa Dima Hoddokasi ko'pchilik biladi. Shu yerda yana prezident maktabni, ya'ni litseyni to'g'risida bo'ladi. Yana bir qator ko'rsatib o'tamiz. Aksiyalar ko'p bo'ladi olsa, hozir batafsil tushuntirib boramiz. Bismillah. Bu yerda do'stlar har xil turdagi ijodlarni topsazlar bo'ladi ekan. Ganing batafsil tushuntiradigan bo'lsak, bu tarafdan go'mma baraklikdadir. Ag'a go'mma baraklik necha so'madi? Go'mma baraklik 85 dan. 85 dan. Bu shashlik uchun bo'ladi ekan. Bular necha so'm? Bu 65 dan. 65 dan. Bu 80lik. 80lik. Bu ördek. Ördekli so'm yeri bu. 45 dan. Malaravatlarda onu sika o'taveradi. Ha, tushundim. Ayna bu Kanat, to'q kanat. To'q kanatı bam 45. Bam doğru set yatacağım bo'ladi, sika o'tasam bo'ladi. Endi qarangdan, yana aksiyada deyiz. Aksiya qaysiga bo'ladi endi? Aksiya 80 minglikka oladi. Haftada 5-günü, cuma günü 3 kilo 1 kilo qo'shiladi. Ha, 3 kilosa 1 kilo qo'shiladi. 1 kilo qo'shiladi. Bemalol kelarasiz do'stlar, xudo xolasa o'zimizda yangi sentrda. Endi bu yerda do'stlar bilan keldingizda bu texnik joyda o'tirasizlar. Hozir ketdingizda bir shashlik janni planlashtirarasiz. Bu tarafda mini setlarni topsazlar bo'ladi ekan. Qaranglar. Yana shashlik cho'qimi bemalol yashaysiz, xudo xolasa hamma narsa topib ketsangiz bo'ladi. Gap yo'q, lekin go'shtlar ham zo'r. Agarda og'amdan edomlar bo'lsa, bir like bosib ketarasiz. Ekranda nomerlar bo'ladi, batafsil ma'lumotlar so'rab bilib olsangiz bo'ladi. Manzildan tushundingizmi, mana shu litseyni to'g'risida bo'ladi. Hamma rahmat, salomlar, salom.